Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 4-iyul 2026-yil. Ertalabda yana bir laboga olib qolib, tunuka qoplab berdik. Xudo xolasa, labo egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Xo'jaqishloq qishlog'idan aytibdi. Hop, mana tanigan nomerlar. Mashina nomerini taniganlar, mahalladoshlar, like bosib turasizlar. Hop, laboni atrofiga polni shumizalatsiya qilindi, poligacha shumizalatsiya qilindi. İçlərdə Penopolis konteyner pollari bor. Hop. Ko'rishinglar mumkin. Hech qanaqa zarba o'tkazmaydi mashinaga. Bu joylari ham xuddi shu holatda, baquvvat holatda bo'ladi. Yonlarigacha bukilgan. Poligacha ham xuddi shunaqa chok-pok petnolar tushmagan holatda bo'ladi. Tomiga esa mana bu holatdagi bagajlar qo'yganmiz. Hop, zapaska balonlariga balonkalar qo'yilgan. Mana shu holatdagi chiroyli holatdagi ishlarni qilib berganmiz. Bizda yana alohida orqasiga dugasi bor, yoniga sondig'i bor, oynasiga reshotkasi bor, poliga rezinkasi bor. Xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekrandagi raqamlar ishlaydi, bemalol telefon qilaverasizlar. Yozib olishingiz mumkin. Mana bu ikkinchi raqamimiz bo'ladi. Yozib olib telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bo'rdon qishlog'ida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soatda o'rnatib qotirib beramiz. Zakotovkalarimiz bor. Behijolat telefon qilaveringlar. Alohida nima kerak bo'lsa o'rnatib qotirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa albatta kommentariy yozinglar. Narxini imkon darajasida kelishtirib beramiz. Telefon qilsalaring aytamiz. Kuzatishda davom etinglar, like bosinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.